Bunday go'zallik bilan bu yerlarda nima qilib yuribman-a? Endi qishloqida mahoratini ko'ramiz, qanchalik zo'r elitrada ucholarkan. Nega o'zi buni elitra deyapman? Buni qanotlar deyish kerak. O'zbekchasiga gapirish kerak. Ha, o'zbekman. Bu qizil jundan qo'yib chiqamiz. Ha, jun. Juda ham g'alati eshitiladi-ya. O'rtasiga bitta blok va tepaga chiqamiz. Chunki qishloqqa 256 blok tepadan pastga water drop qilishga to'g'ri keladi. Endi esa bu yerda blok paydo qilish qoldi. Yozamiz stone va tayyor. Endi esa buni atrofiga olmos bloklar, burchaklariga ham olmosimiz ko'p ishlataveramizda. Bu yerga sandiq, sandiqda esa paqir water drop uchun. Menimcha tushundinglar. Atrofiga esa yana qizil jundan qo'yib chiqamiz. Va meni o'zim bir marta water drop qilib ko'raychi. 1-2-3 men uddalayman. Qanlaysan do'stim? Bo'lmasam 3-4 ta mana shunaqasidan yasab qo'yamiz. Qishloqqa hech bo'lmasa birontasiga tusha olsa, bemalol bu xonadan chiqib ketadi. To'g'ri aytasan qishloqqa. Xo'sh qishloqqa endi seni bittaga o'xshamaydi. Sen botsan-da barmish. Botmish. Bu qiyin tuzog'ingdan o'zing necha yuztada o'ting. Mana. Voy. Jim tur, jim. Hozir men o'zim sakrab turib, kung fu usullarini qo'llab, qayiqni qo'yib, hattoki baliq ham ovlayman kerak bo'lmasa ham. Va! Chunki meni ham IQ'm baland. Mana bunday sekingina, nega bu safar sekin tushyapti? Qishloqqa men zo'r yo'lni topdim. Mana shunaqasidan qilsa menimcha ancha osonroq bo'ladi. Lekin o'zim men buni qanday qildim? Bu sandiqdan nima mening sovg'a qishloqqa bu men uchun umuman olganda sovg'a ham emas. Nima men senga shuncha san'at asarini sovg'a qilyapman, sen esa xafasan, yarramas. Xo'sh qishloqqa endi meni seni qiydash galab keldi. Endi seni itday qiydayman.